İşten tushib mashina chaqirtib chiqib turishimga shofir ustamga bir telefon keldi. Ay yaxshimisiz? Ay yaxshimi ustam, men abay mashinadan tushib qolgan qiz bo'ldim. Papamay qarab boqqan bo'lsangiz, keyin urug'da eshik baksab unutib qolibdim men. Tutib turing. Shofir ustam keyini qarab, ras boyoqlikni mendan so'radi. Men qarsam rasla eshik baksab turibdi. Bor ekan dedim. Voy rast qapqapti, siz nima apirpiray? Voyjon, men poyezdga chiqib minib bo'ldim hozir. Siz ishchi yuting endi. Voy yo'q, uni bagajga qanday qildi? Siz mas'ul pul yetib piray. Voy qayda bular? Avatmisizmi bularni? Rahmat amsa. Shofir ustam pulni avatib bergandan keyin ig'ir bir o'ksinish boshladi. Batgani yoq tatqanqa 100 ko'yliq bikarlik ko'y chiqim bo'ldi-ku. Bu bermaysa, yaqaqnas bikar ishkilomsa. Shofir ustamdan bo'lishi meni ravrisli ta'sirlantirdi. Shuni bilan shofir ustamga ishga eshik baksab mayli ketay, bizning uydagilar qadek kichik amaraqdi deb rad qilishga unimay ishga eshik baksabni 150 ga setib oldim. Ne elik kerak. Bak. Shundan men o'ylasam, bu ishning priyalar bir xil. Kenim shundan qarasam, shofir ustam xo'peshandan ishga eshik baksab kelib, keyin urdi qo'yadi. Ya aldırık işitme ya Allah'ını.